O'zbek elining o'z madhiyasi. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Bugun bizni butun davlatimizda, O'zbekistonimizda tinch, osoyishta, farovon hayotni ta'minlab beruvchi 11-yanvar, demak Vatan himoyachilar kuni bayrami. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga, yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga, yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Kun keladur yovlarning bog'i so'lgaydir, vatanim hurlik degan baxtga to'lgaydir. Kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydir, millionlab mangu berdi